Hoş bo'lsin aka. Aka nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Tiqilib qoldi. Suv yo'qmi aka? Suv yo'q edi. Suv beraymi aka? Nima bo'ldi aka, siz bunday yuribsiz? O'rtog'imga ishonib kelgandim. O'rtog'im topolmayapman. Telefon qilay desam, telefon yo'q. O'zbekistonda olgan sim kartam ham ishlamayapti. Hozirgi kunda aka bitta sim karta ishlamaydi bitta. Nomingizga olib bersangizchi. Aka hozir sizga nomimga olib berib, aka meni 50 minggacha ishtirok qilishi mumkin, 30 mingdan 50 minggacha. Yuring, o'zingizni nomingizga olib beraman. Bo'ladimi? Ha. 2-3 ta joyga kirsam, go'sfuyami nimadir so'rayapman, u narsalarni tushunmasam. Birinchi kelishim. Aka yuring, men hammasini to'g'rilab beraman. Bir joyda hammasi. Gosluk, biometr, silens. Lekin pulim yo'q-da, u qancha bo'ladi? Aka 500 rublga o'zingiz uchun sim karta sotib olsangiz bo'ldi aka. Yuring, men yordam beraman. 500 rubl, aka hammasi bepul. 500 deysiz, u bo'lmagan gap. U qayerda u? Aka mana shu yerda Parus degan торговый sentr ichida, mana Petrovskiy Razmovskiy metroning birinchi vahodidan chiqqaningizda mana to'g'rida Parus degan торговый sentr bor. Aka ko'ryapsizmi, mana shu Parus degan торговый sentrning ikkinchi etajida. Uzoq emas aka. Xo'p, bitta savolim bor. O'sha nimaga O'zbekistondan olgan sim kartam ishlamayapti? Aka hozirgi kunda Rossiyada umuman ishlamaydi. Go'stluk, biometr, silensingiz bo'lmasa umuman ishlamaydi. O'zbekistondan berishyapti o'sha sim kartani ishlaydi deb. Aka ular sizni alda sotib pulini olib berishyapti, lekin vaqa kelganingizda u narsalar ishlamaydi hech qaysi. 60 mingga olgandim. 60 mingga? Ko'rdingizmi aka? Gap pulida ham emas. Mana siz sarson bo'lganingizni aytmaysizmi? Siz ruschani bilmaysiz, hozir 3 ta joyga borib u narsalarni qilish uchun hammasini to'g'rilab bir joyda. Mana shu ikkinchi etajda aka. Chiqqaningizda chap qo'lga kirasiz. Mana chap qo'lda mana ko'rinib turibdi sariq. To'g'risini aytsam, bir bola bir ikkita joyga borganimda bir bola dokumentlarni aytyapti, unga umuman aqlim yetmaydi, nimaligini ham tushunmayman. Xullas o'zingiz tushundingiz. Bo'ldi aka, hammasini qilib beramiz. Assalomu alaykum. Aka, siz yaxshimi? Durustmi? Assalomu alaykum. Aka, sizlar yaxshimi? Durustmi? Aka, siz yaxshimi? Durustmi? Aka, o'tirib oling. O'tirib oling. Aka, hamma dardingizni shu odamga tushuntirasiz, hammasini qilib beradi. Bepul. Nima xizmat aka? Sim karta olishim uchun nima qilishim kerak? Biometriyasingiz gosluk qilishingiz kerak aka. Bular bepulmi? Ular bepul. Bitta sim karta sotib olasiz o'zingiz uchun 500 rublga aka. Uning uchun hozir nima qilishim kerak? Pasport, migratsionniy bering aka. Xo'p, sizga qanaqa sim karta berishimiz kerak aka hozir? Qaysi sim karta yaxshi ishlaydi? Beeline, Megafon va Estonia hozir. Farqi yo'q, ishlasa bo'ldi, bitta sim kartani nomimga qilib bering. Aka, siz mana shundan o'zingizga yoqqan nomer tanlang, biz ungacha sizga biometriyasingiz gosluk qilib turamiz. Aka, yana bitta savolda, sizlarda yana Savol. qanaqa qo'shimcha xizmatlar bor? Bizda qo'shimcha pulli xizmatlarimiz bor. Period pasport qilamiz. Qo'lda turdoydagorlar bo'lsa, u damlarga yordam beramiz. Keyin goslukga chiqib ketgan bo'lsa, vasстановление qilib beramiz. Buni hammaga qilib berasizlar? Pasportlar almashgan bo'lsa, uni birinchi o'rinda borish esa pension fonda abonent qilib kelish kerak. Pasportlar almashgan bo'lsa, qolgan hammaga qilib bera olamiz. Qo'shimcha bironcha savollaringiz bo'lsa, bering. Bironta dokument borasida bo'lsa, mana bu yerda nomerlarimiz bor. Mana telefon qilib so'rab olsangiz bo'ladi. Pad Moskvadan keladigan akalarimiz uchun bu juda qulayda. Zelenograd, Dimitrov, Lobni, Rogachova, Odensova, bu taraf Ximki, hammasi shu yerda yaqin. MCD1, MCD3, metro Petrovskiy Razmovskiyni birinchi vahodidan chiqasiz. Hamma taraflama o'ta yaqin. Akalar bilan bemalol kelaverasizlar. Aka, xursandmisiz? Xursand aka, rahmat aka. Akalar bilan shu videomizni afzalini tarqatib qo'yinglar. Biz adreslarni yozib qoldirdik ekranda. Mashinaga akamizga o'xshab musofirda yurganlar qiynalmasin. 500 rubl evaziga hammasini bepul qilib beramiz. Gapga javob, bu aldab kimnidir chaqirish emas. O'zingiz bilan 500 rubl pul olib keling, bo'ldi. Hammasini qilib beramiz. Faqatgina pullik uslovlar bor, perevod pasport, perevod prava, qo'lingizda turdovoy dogovoringiz bor, lekin udamlikni qilishni tushunmaysiz. O'shandaqa odamlarga udamlikni qilishga yordam beramiz. Qani bo'lmasa ketdik aka. Rahmat.